Destek mas'uliyati cheklangan jamiyati O'zbekiston axborot texnologiyalari bozorida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari sohasida jadal rivojlanib kelayotgan korxonalardan biri. Kompaniya O'zbekistondagi o'z faoliyatini 2020-yil 11-martda boshlagan. Kompaniya mijozlarga keng qamrovli dasturiy ta'minot tizimini taqdim etadi. Tizim Ozarbayjon Destek Group mas'uliyati cheklangan jamiyati korxonasi mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, mamlakat bozorida muvaffaqiyat qozonib kelmoqda. O'zbekistonning Destek mas'uliyati cheklangan jamiyati korxonasi ushbu loyihalarni mahalliy bozorda amalga oshirish huquqiga ega. Destek Group kompaniyasi 2004-yildan buyon Ozarbayjon axborot texnologiyalari bozorida faoliyat ko'rsatmoqda va litsenziyalangan dasturiy ta'minotlarning keng ko'lamini sotish sohasida yetakchi o'rinlarni egallab kelmoqda. Boshqaruvni avtomatlashtirish, litsenziyalangan dasturiy ta'minot va e-commerce tizimini taqdim etadi. 2016-yilda kompaniya Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki tomonidan o'rta va kichik biznesni qo'llab-quvvatlash dasturining hamkoriga aylandi. 2018-yilda kompaniya Britaniya neft kompaniyasining EDP dasturlarini muvaffaqiyatli yakunlaganligi to'g'risidagi sertifikatga ega bo'ldi. 2019-yilda Qishloq xo'jaligi vazirligi bilan birinchi davlat loyihasi muvaffaqiyatli yakunlandi. Shuningdek, Destek Group kompaniyasi 2020-yilda kompaniyaning Londondagi rasmiy filialini ham ochdi. Destek kompaniyasining asosiy xizmati hisoblangan Logix ERP dasturiy ta'minoti bu korxonaning ichki va tashqi resurslarini boshqarish uchun keng qamrovli yechim va integratsiyalangan axborot tizimi. Logix ERP tizimi korxona ichidagi barcha biznes jarayonlar o'rtasidagi axborot oqimlariga ko'maklashish va boshqa korxonalar bilan aloqalarni qo'llab-quvvatlash va korxonadagi moliyaviy vaziyatni to'liq nazorat qilish uchun barcha zarur vositalarni beradi. Logix hamkorlikda ishonchli.